Assalomu alaykum. Ko'pchilik yaxshi keldinglarmi? Guli Maqsud kanalına hoş geldinglar. Canlı qo'raq o'tirib paranglashib desam, bu ish bir energiyami yo'q-ku. Yomon xabarlarniki ta'siridan kunda. Bugungi temam 20 qatimliq naq maydon paranglashda sizlarga temasida o'zinglar ko'rib ko'rganinglarga o'xshash vatanning turib video tarqatgan Miradil ھەسەن ismli qarindoshimiz to'g'riliq so'zlamoqchi. O'zimniki bildiganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bugun uningki yo'qolib ketganligi 2-chi kuni. Facebook'a yozib qo'yib, mau ikki odamniki tunishtirilishi degandeklarni qaytib qo'shib bugun so'zlamoqchi bo'lganlarim hamsi sal jiqroq o'zimizni tunish o'zimizninki bir mehr-muhabbatni qo'zg'atish degandek bir ta'sir bo'lib qolarmikin degan maqsadda so'zlayman deb o'tiribman. Hozir so'zlamoqchi bo'lganlarim bir necha shu hikoyalarning hammasi bir-biriga munosabatlik bog'lab tushensanglar bo'ladi. Miradil kim deganni o'zinglar bilsizlar demsam bo'ladi. YouTube kanalida Universe Gangster degan ism bilan bir necha video chiqargan. Video chiqarib 5-kuni yo'qolib ketdi. Endi Miradil ھەسەن to'g'riliq o'zimniki bildiganlarim desam, shu men YouTube kanalida so'zlagandan tortib, shu inkas qismlarida, ba'zida o'xshamgan ismlarda degandek inkas qismlarida davomli inkas yozatdi. Keyin anandan keyin shu video chiqarishdan 4-5 kun ilgari mening bilan paranglashgan. Uningdan ilgarimi shu asosan shu YouTube'da videolarimni qo'llash maqsadida, meniki kanalimni qo'llash maqsadida ostiga inkaslarni yozish jarayonida men uningki ismi davomli shu Uyg'ur astronom deb bir bo'lyapti. Shu orqali davomli inkas yozgandan keyin hatto ba'zida o'xshamagan ko'z qarashda bo'lsaqmi, shunday odamni qo'llash, nima deymiz, o'ziniki fikrini yozish bilan teng qo'llash bir-birini. Masalan, meniki shu ba'zi videolarimda o'xshamagan fikr bo'lsa-mu, yana yozda u yerga inkaslarni. Masalan, men Donald Trump tarafda emas, uningki musulmonlarga qarshi ekanligi, yana bir muncha bir ishlar bor, racist guide bir muncha ishlar bor. Ashlarniki nimqaligi yana uningki Uyg'ur qonun loyihasi ma'qullangandan keyin shu savdo manfaati uchun jazoni keyinga kechiktirish degandeklarda nimqanchada men davomli Donald Trump qarshi bir gaplarni qilgan, masalan shu nimaga rahmat desak, Amerika rahmat desak bo'ladi, Donald Trump rahmat deyish xato degandek videolarni qo'llagan chog'dami o'ziniki qarshi fikrini yozsimi, deganlar bir xil qo'llash. Shuning bilan keyin paranglashib qoldik desam, Uyg'ur o'tirg'i chiqib bir narsa yozgandan keyin cho'qim o'zaro bir-birimizni qo'llash kerak deb boshlab degan. Uningdan boshqa ba'zi videolarim bor, o'xshamagan fikrlari. Masalan, buningdan burun men nimqanchada Xitoy virusi yangi tarqalgan vaqtlarda ishlagan bir videolarim bor. Xitoylarga o'xshab qolmaydi, yo'q bo'lmaydi, bunday bo'lmaydi degandek videolarim bor. Ashlarga tutgan pozitsiyasidami, hatto o'zi o'xshash bo'lmagan ko'z qarashda bo'lsin, bir xil qo'llash, kanalni qo'llash, menga videolarimni qo'llash qilsa qilgan ishlaridan men shunday suyunibman. Uni hech qachon u vatanning ichida deb o'ylamagan ekanman. Men Germaniyada deb o'ylab yurgan. Nima desa, Germaniyaniki bir olam bo'shlig'i to'g'riliq, UFOlar to'g'riliq so'zlagan shunday bir inkaslarni ko'rganman. Ondan keyin shu videolarini chiqarishdan 4 kunlar ilgari Skype orqali aloqalashib qoldik. Shuning bilan o'ziniki o'ylaganlarini shu yil oxirsida cho'qim bir o'ziniki video chiqarganligini deb qarsam, bu 2-3 kun uda kunda uchur yozgan bo'lib qoldi. Men YouTube'da kanal içib bu so'zlayotgandan keyin menga har taraflardan uchur keladigan, ba'zida vatanning ichidan uchur kelib qolgan ahvollarim necha qatim bo'lgan, hatto men vatanning ichidan chiqqan uchurlarga guvohlik videolarini ishlagan degandek. Shuningdek ba'zi uchur kelsa, shunaqa muhim uchurlar bo'lib qolarmikin deb uchurlarga diqqat qilaman, lekin tuyuqsizlan bu Miradil men bilan aloqalashgandan keyin men uningki vatanning ichida ekanligini bilmabman-da boshda. Shuning bilan men qattiqroq gap qo'ygan u bolaga. Men ismi jismim yo'q bir odamga gap qilaveramdim, bu kimmi degandek shunday bir gap qilgandan keyin hamda men ba'zi ochig'im kelib qolsa, achig'imni bosamaydan qo'polib ketadigan bir yerlarim bor-ku.
nima ish deganda meningki nazarimda u bir kimninki hayotiga bosibla mundaq kiramaysiz-da. Kunda bu ishimdan ishim yo'qlam, tuyuqsizlam tonimaydigan bir kim kep undaq gap qilaversa, bir xil odamga nima budak ish qilib bir xil qo'pol tekandan keyin qo'pol tuyuqsizlam yo'qolib ketdi. Orqadan vatanda turib ishlagan hamma videolarini ko'rib hayron qoldim-da. Onundan burun shu o'tgan yil ishlagan videolaridan o'zini chiqarmaydi, ishlagan videolaridan undaq sirtlardan, sirtdagi manzarlarni elib so'zlaganlardan homeless ekanligini bir nima deymiz endi bularni deyishimdagi maqsad shu videolar chiqqandan keyin o'zimizdagi Uyg'ur community'niki orasida shundaqiligi negativ kommentlar bakchiqlab ketdi. U balani tillash, haqorat qilish, Xitoy obsharkasi, undaq mundaq degandek shundaq bir ba'zida tilga og'siz gumonxo'rlik nimasidan shundaq til takkizgan ishlar bo'ldi-da. Men sizlarga bu yerda demoqchi u shu homeless yashayotganligi to'g'riliq guvohlik beray, men isbot bo'lay demoqchi. Endi bir odamga o'rinsiz haqorat qilganninki nimasini men bakrak deydigan bir chog'da masalan shu Xitoy virusi yangi tarqalgan vaqtda Xitoyga o'xshab qolmayli deb ishlagan bir videolarimda men shundaqiligi Xitoy paras, Xitoy sövgüsü bor, andag'ay degandek gaplarga shundaq bir haqoratlarga qolganda endi shundaq bir haqoratga qolganda eng chiqib o'tirg'i chiqib so'zlashga tegishliki bir odamniki haqiqiy ahvolni mana bundaq emas deyishga tegishliki odam mana men shu deb o'tirg'i chiqib bularni so'zlayapman. Endi bularni so'zlashdan ilgari yana misollarga olsam, ilgari Twitter'dan olay. Eng oldi bilan bir kichik bir Xitoy qizni 15-16 yoshli qadar bir Xitoy qizni misol qilay. Xitoy qiz qanday bo'ldi desanglar, qayerda bir yerda Xi Jinpingning yuziga siyonni chechib o'tib, men palayada bo'lsa kep meni tutsin, men Xi Jinpingning diktatorligiga qarshi deb shunday bir video chiqqan esinglarda bormi yo'qmi bilmadim. Shu video chiqqandan keyin u qizni olib tutib Saranglar doktorxonasiga solib qo'ygan. Anandan keyin uyga qaytarilgan chog'da u kichikgina urug' kichik qizlarniki u Saranglar doktorxonasiga qancha vaqt turdi. Ishqilib hozir rasmiy sarang qilib uyga chiqib qo'yibdi. Gapni moz qiladigan, ilgari shundoq sho'xsiz, zo'q shundoq tetik bir qizni rasmiy sarang qilib yuz ko'zlari ishiq, semiz qiz holatda uyga yevatayotgan. Vatanning ichida turib, shundoq qarshi gap qilgandan keyin hammasiniki oqibati yaxshi emas, biz buni bilamiz. O'zim aytdi, o'limdan qo'rqmay o'tirg'i chiqib so'zlaganligini, shundoq so'zlagan vaqtda biz bir muncha u yerda shundoq haqoratlarni qildik. O yaxshi emas. Oningki qahramon ekanligiga hech qaysi ishonmadik degandek az bir qism odamlarimiz ishondi. Shundoq yaxshi yozmalarni yozdi. Masalan, aytaylik, doktorimiz bor, Mehmet Amerikadan so'zlagan gumonxo'rlik to'g'risidagi, shu bolalarga tutgan o'ziniki o'ylaganlari degandeklarni so'zladi. Abduvali Ayub ma'lumu shundoq yaxshi yozmalarni yozib shu torda taqatdi. Shundoq bo'lsa-mu yana davomli hujum qilish, to'xtamay shuni bir narsa deyish, bu faqatla to'xtamadi. Hatto hozir yo'qolib ketsa-mu buni yana o'yin o'ynayotdi deyotganlarmi bor. Aşağı nisbatan sizlarniki o'ylaganlaringlarningki shu ilqi nimalarni bir tugunlarni yeshish hamda o'zimizniki arimizdan bir qahramonning chiqqanligini nimishga hozirgacha tushunmaymiz deganni shunday misollarga ilib sizlar bilan bir qo'ri paranglashaylik dedim. Birinchi bo'lib Xitoy qizni misol qildim. Xi Jinpingning rasmiysiniki yuziga siyon to'kib qarshilik bildirganni. Andan keyin yana bir Xitoy muxbir bor, virus tarqalgan chog'da Wuhanga berib, doktorxonalarni aralab, ko'chalarni rasmlarga tortib, videolarni chiqarib, men bir gongminji bo'lish suhbatim bilan mushadikilarni cho'qim oldingi safga berib deyishim kerak deb chiqqan chog'da shu to'rda shundoq keng ko'lamda Twitter'da bir qahramon sifatida uni to'xtamay shundaqiligi videolarini ko'rish orqali Wuhandagi virusniki tarqalishniki ahvolini aniq tushunib turgan to'q. Unimi oxirgi ishlagan videosi qandoq desanglar o'ziniki shu bir yotig'ida o'ltirib shundaq ilqi bir men sen gungchandangdan men qo'rqib qoladimmi deb ishlagan bir videosi bor esinglarda bo'lsa kerak. Hozir shuni Twitter'ga chiqib ishlaylik. Twitter'ga chiqib birlikda ko'rib boqaylik. Nima deysizlar? Bir Xitoy qahramonlarga o'tirib chiqsa,
Uni qahramon qildik. Oshlarning ichida biz Uyg'urlar bor, menmi bor ularning ichida, menmi shu Xitoy uchun ovoz chiqarganlarning birisi. Odam insonlik o'rnida bir odamniki haqsiz, nohaq undaq tutilib ketilishi uchun ovoz chiqarish bir humanity work desak bo'ladi. Mark nima ismi kimdi? Mark Rubio nim qildi, petitionlar chiqdi. To'xtanglar, find choose hashtag tapay. Hashtag find choose ismi bir Xitoy bor. Rushniki videolarini ko'rsanglarmi? Mana ish bo'lmaydi unda. Share screen, Twitter, kompyuterim savasroq app qilinglar ko'pchilik. Avvaldan bir tip olay, ya. Chunki shuni izlagandan keyin uniki videosiga o'xshash qarab beqinglar. Qani bu? U ham poyezd stansiyasida turib ishlagan bir videosi bor. Ashumi bizniki Uyg'urnikiga o'xshash Mирадил Hasanninki chiqib, men hozir Xitoyniki ma'lum bir shahrida deb ishlagan bir videosi bor. Damalga topolmayman buni. 现在是1月24号大年30晚上10点多，我在武汉汉口的火车站。现在我旁边100米内一个人都没有，所以我就没戴口罩了。为什么要来这儿呢？我之前说过，我的责任是一个公民记者。那作为记者，出现了灾难，你不敢第一时间冲到前线来，算什么记者呢？所以我坐最后一班高铁来了。我来的那班高铁的乘务长。chiqib cho'qim tiyishgan aldab berib boshliq so'zlayman deb o'tirg'i chiqdi. Bizniki Uyg'urchu. Uyg'urlarning ichida birisi chiqdi, ismi Mирадил ھەسەن. Opisi to'g'riliq guvohlik berdi, Uyg'urlarni tutib ketib bordi deb o'sha lagerlarniki rasmlarini chizib tushuntirdi. Ashuna tushuntirgan joyda mush ikki odamga nisbatan o'zimizniki tutgan pozitsiyasini o'ylab boqaylik, o'zimiz selishtirib boqaylik. Anadagi buniki eng oxirgi videosimi qaysi? Gumsandandan qo'rqmayman degan videosi bilan Mирадил ھەسەنninki soqchi mashinasining oldida turib degan gapini o'zaro selishtirib beqinglar. Nima farqi bor? Har ikkisi o'xshash Gumsandanga qarshi, har ikkisi o'xshash oyadagi ishlarni so'zlayotdi. Biz nima ishga birsini qahramon qildik, bir Xitoyni qahramon bo'lib ketdi bu yerda. Bu yo'qolib ketishdan ilgari o'zininki Twitter adresini chet eldagi bir do'stiga havola qilib qo'yib, navoda men yo'qolib ketsam o'sha Twitterninki maxfiy nomerimni deb o'zininki Twitter adresini bir do'stiga bergan. O'ylab boqaylik, ikkisini selishtirib boqaylik. Hozir hamda bu yo'qolib ketdi tunugun birinchi kuni, ikkinchi kuni. Buniki shunchalik deb turay buni. Mirodilniki nimasi ketaylyamdi. Mirodilniki qinaga saqladim men buni. Nimishga hozirgacha aramizdan bir qahramonning chiqqanligiga ishonmaysizlar? Nima uchun buniki videolarini tarqatmaysizlar? Nima uchun mushu qahramonimizning buniki mushu birdan bir degan o'sha videolarimni tarqatinglar? Vatanning ichida mundaq ishlar bo'lyotidi deb o'zininki Uyg'urimizning orasidan chiqqan bir odamni mushuna tarqatishimizga tegishli kerak edi. Ana sizlar hozir mana oxirgi soqchi mashinasininki oldida turib so'zlagan videosi bilan uchinchi o'sha mehmonxonaning ichida turib ni tama gungchandan va haypani ma deb so'zlagan bir nemisi bor. Ashuni selishtirib boqaylik. Ash ikkisiga tutgan pozitsiyamizni bo'ldi. Share screen qilmay bo'ldi. Mирадил ھەسەن hammamiz tanıymiz. Onun
Sizlarninki videolarini ko'rdik. Faqat uning bo'lgan tunishimiz yaxshi emas. Butunlay yaxshi emas. Sizlarni bu videoni ishlab buna gapirishimdagi maqsad sizlarni o'zimizni tunish qachondan boshlab bu qadar bir rahimsiz bo'lib ketdik degan ne so'zlamoqchi. To'rdagi shu nimalar inkoslarimiz. Inkos yomon inkoslarniki ta'siriniki qanday bo'lganligi to'g'risidami men Facebookda yana bir narsani share qilgan. Bu yani yomon inkoslarniki odamga qilgan ta'sir haqida. Ma'm ta'sir qiladi, yoshlar to'g'riliq eli turib so'zlay, avval ma'ni bir anglab yiqinglar degan gaplarini. But they are not. And unlike this woman, I don't get sad about them. I get angry that the internet haters, the trolls, are never held accountable for telling someone to die. When you write horrible stuff on the internet, it's exactly as if you said it to someone's eyes. I have never gotten one bad comment from a viewer in real life, but on the internet, real people can write that they wish my family to die. Why is it socially acceptable to hate with typing but not with speaking? Why can't you say it to somebody's eyes that you wish they get cancer, that you wish they die? Many vulnerable people talk to me. They say how they doubt themselves, how they lost confidence because of one comment they received on the internet. I got some sort of online hate about being not disabled enough. Remember, for most of the people, all it takes is one comment. I have a big forehead. I have a bad voice. I am irritating. It stays in your head. The online hate is real, and people on the other side of the screen in my book are breaking the law. I get it. We all are angry every now and then. So Bu yomon inkoslarniki odamga bo'lgan ta'siri. Aramizda haqiqatan bu shunday yilqi jasur, qo'rqmas shunday kishilarimiz bor. Boshqalarniki yomon kommentlarga pisand qilmaydigan, shunday yomon inkoslarga pisand qilmaydigan, o'z yo'limizda ketaveradigan, haq nimdisi da'vasin deydigan. Lekin hammani ta'sir qiladi. Men o'ylayman, hozir bu Miradil ashlarni qilgandan keyin u haqiqatan strong, o'sha g'ayratlik ekanligi, undaq nimalar bilan kori yo'q, o'limni qo'rqmay chiqqanligi. Bunday inkoslar hech qanday uning ta'sir qilmaydi degan taqdirda odamninki badani, odamninki ximiyalik moddalar, odamninki o'ylaydig'ini har zamon o'zgartib turadi. Ba'zida yaxshi ta'sir qiladi, ba'zida ta'sir qilmaydi. Qanday yaxshi ta'sir qiladi deganda odam o'ziniki shunday bir yilqi ko'ngli yerim yoki bo'lmasa shunday dunyodan o'sha zerikganda, o'lib o'lish niyatiga kelgan chog'da Aşındaq bir tal kommentmi odamni shunchalik darajada bearam qiladikin, keyin uning ishlar, uning aşı yomon inkoslarniki odamga qanday ta'sir ko'rsatganligini sizlar bilmaysizlar. Aşı to'rda yozgan bilan ashniki naq yuziga qaratib turib, aşı bevosita degan bilan hech qanday farqi yo'q, ta'sir qila oladi degan maqsadda men uningdek videolarni ishlab shunday ta'sir qilgan ekan. Men uningdek videolarni ko'rsanglar, hamda to'rda boshqalarniki deganlarini so'z aşı ko'rsanglar, Aşı ayman mundaq deydi-ku deb, shundoq ekan deb agishib ketmay, shularninki gaplarini bir anglab boqib, ananki o'zimiz bir tafakkur qilaylik, o'zimiz o'ylaylik, qaysi ishniki to'g'ri, qaysi ishniki xato, qaysi gapniki asosi bor, qaysi gapniki asosi yo'q deganlarni o'ylab boqaylik demoqchi. Asossiz gaplarga shundoq o'xshaydi deb ham o'sha haqiqatan qo'shilib bundaq haqorat qiladigan ishlarni qilmaylik. Masalan aytaylik, men o'zimni misolga olib aytay. Men birdan o'chirib qo'yib turay. I myself, I wish I could just write to someone that they suck, to let that steam out, to leave my bad energy somewhere out there. It doesn't make me feel morally responsible because I don't see it in front of me. But you still are morally responsible for hurting someone, even
You are still morally responsible for someone if you hurt somebody deydi. Agar shu birsiniki ko'nglini yerim qilsang, birsiniki ma'lum bir ishlarniki bo'lishiga sabab bo'lib qolsang, shu sen responsible bo'lsan, sen mas'uliyatli bo'lsan degan gap. Hozir mushtabda Miradil sen yo'qolib ketdi. Nima uchun yo'qolib ketdi? Har xil ehtimolga bo'lishi mumkin. Ammo ularga birinchi bo'lib o'ylaydiganim qanaqa desa shu yo'qludi, shu Xitoy tutib ketdi. Cho'qim bir ma'lum bir yerlarda u Xitoyning hammayerda kameralar bor, bu odam deganda asalom topilib bo'ladi deb o'ylaymiz. Birinchi bo'lib o'ylaydiganimiz shu. Hozir timsim yo'qolib ketdi, nada nima ish qilyotdi. Endi men qanaqa o'ylayman desanglar, balkim shu bizniki chiqqan shu inkoslarimizniki ta'sirini voy Uyg'urning holi shu deydigandu. Vatanning ichida turib sirtki bo'layotgan ishlarni ko'radigan Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Uyg'urlarning ichidami kompyuterninki texnikalari, o'sha VPN'niki ishlatib tomdan atlab ko'radigan qarindoshlarimiz shu texnik sohasida alohida bilimi yuqori bo'lgan Uyg'ur yoshlari, shu vatanning ichida turib ko'radiganlar, ishkir o'lkalarning har qaysi joylarda turib ko'radiganlarmi bor. Shu bizniki bir qahramon chiqqan vaqtda bizniki bundoq cho'kirib, bundoq urib so'qib gap so'zlar bilan bundoq yo'qotishimizniki o'zi bak bir ichinarliq bir ish. Endi o'zimiz to'g'riliqmi o'ylab boqaylik. Boshqa yerlarda Turkiya bu yerlarda qanaqkin bu yilqi suicidal o'xshash nimaga tutgan pozitsiyamizni o'ylab boqaylik. Mayalarda qandaq desanglar, to'xtanglar, men yana bir share screen qilay. YouTube'da maxsus shu odam o'limdan qo'rqmaydigan bo'lib ketgandiki yoki bo'lmasa odam o'zini o'ldirib olish psixikasi bo'lgan chog'da atrofidagi yo'liqqan kishilarniki mas'uliyati to'g'risida to'g'riliq bir narsalarni saqlagandim. Masalan qaraylik. O'zimniki YouTube channel kiray. Playlist. Navadislar yo'lda ketib berib ko'rikdan sakrab olmoqchi bo'lgan bir qizlarni ko'rsanglar qanaqa o'ylaysizlar? Qanaqa qilasizlar? Jimit qarmay o'tib ketamsizlar yo gap qilib to'xtatib qolamsizlar yoki shu to'g'riliq yo'q bu yerda. Nega saqlagan bo'ldim? Bir kimninki o'lib olmoqchi bo'lganligini ko'rgan vaqtda sizlarniki o'tib ketishinglar, shu odamniki navoda o'lib ketsa, bir o'limga, qotillik jinoyatiga sizlar sherik bo'lgan bo'lsizlar. Qonuniy jihatdan elib etgan chog'da shundoq. Men bir Xitoyniki bir narsani ko'raylik desam, nega bo'lgandim? Xitoyning ichidan chiqqan bir qizalniki o'limiga qarab yiqmoqlar qandaqkin Xitoylarniki tutgan pozitsiyalari. Ma homeless odamlarniki soqol bormi yo'qmi deb Xitoydagi homelesslarning hammasini izlab baqsam, soqol qo'ygancha bu soqol qo'yibdi Xitoyniki o'yini deganlar bilan borgansizlar qiziqsiranglar. Ma bu suicidalga munosabatlik bir narsani ko'rsataysizlarga. 视频中记录。大家看，从1点都跳到6点了，还没跳下来，怂怂的绿。 Necha soatgacha misollarni elish orqali sizlarga o'zimizniki tutgan pozitsiyasi bilan mas'uliyatimiz to'g'risida sizlarga bir narsalarni misol elib o'zimizniki qilganlari bilan Xitoyningki shundoq rahimsizlik qilganlari bilan o'zaro solishtirib, yana sizlarni Xitoyga o'xshash bo'lib qolmaylik deb talab chiqdim mayaga. Aqaysanglarni.大家看，从1点都跳到6点了，还没跳下来，怂怂把驴都怂栽倒了。视频中记录的画面发生在本月20号下午3点左右。当时，甘肃庆阳19岁女孩李某某在一栋大楼8层欲跳楼轻生。遗憾的是，经过4个多小时救援，女孩还是不幸坠落。在场营救的消防人员失声痛哭。
多段视频显示，围观者在楼下喊：“怎么还不跳？把驴都怂栽倒了！”现场还传出了嬉笑声。大家看，从1点都跳到6点。我们去的时候，我说去的时候已经4点多左右了。我们还是通过朋友圈看见有很多视频，真的好多个我都保存下来了，围观的。据时间视频6月25号最新消息，记者从庆阳市委宣传部获悉，一些起哄者以及视频发布者已被拘留。这已经拘留了好几个了，就是对市民起哄的，还有这个完了对这个市民不尊重的这些人，公安说这个还继续在摸爬，只要有人举报，都要依法处置。据北京报报道，李某某跳楼已与2年前被班主任猥亵有关。针对事件中的各种质疑，庆阳市委宣传部工作人员表示，将尽快向公众通报此事详细情况。上海电视台综合报道。YouTube'ga kirsanglar, odam o'zini o'ldirilish psixikasi bo'lgan chaqda qanday qilish kerak, qanday qonuniy mas'uliyati bor degandek shunday mazmunlar to'g'risida bir muncha mazmunlar bor. Miradilning o'tirg'i chiqib, vatanning ichida bo'layotgan ishlarni so'zlashi, Xitoy o'lkilaridan u yoqdan bu yoqqa, shahardan shaharlatlab, shu sarson sargardon bo'lib, ئارىمىزدا shunday bir chiqqan vaqtda uni biz shu o'lib ketsammi mayli degani shu o'limdan qo'rqmay shu o'zini o'ldirib olish bilan hech qanday farqi yo'q degandek muomala qilsak bo'ladi. Endi siz bir yerdan minib ketib borib, bir qizbolniki tomni shu binodan sakramoqchi, ko'rikdan sakramoqchi bo'layotgan chog'da yiroq turib, sakrasang sakramamsa voy, nima o'yin o'ynamoqchiding degan bilan o'xshash. Bayqi yo qizolninki binodan sakragan vaqtda pastda Xitoylar qanday vaqirgan tiyova deb hatto kichik o'quvchi bolalar o'tib ketib qolgan yana bir shipillayapti. O'shaning bir yerini izlab tepib yig'ib qo'ysam bo'pti ekan, voy o'shani topolmadim. Bizniki hozir bu Mирадил Ҳасанga qilganlarga tutgan pulsiyamizniki o'zi o'sha Xitoylarningki shunday beparvo holati bilan o'xshash bo'lib qoldi hozir. O'zinglar o'ylab bekmanglar. Masalan, yana shunday tillig'ili chiqdim o'sha yerga. Oldingi bir qitim qanday bo'ldi deysanglar, Facebookda tayrimin bir kichik qiz bolaninki, 5 yoshli Xitoy qiz bolaninki, otasimu virusdan tang o'lib ketibdi ekan to'q. Shu qo'shnisi tomoqqa kirib berib, men sening qishingga borsam bo'lmaydi degan chog'da Xitoy qiz bola yig'lab nim qilgan chog'da bizniki Facebookdagi shu Uyg'ur qarindoshlarimiz hammasi o'lisha, Xitoylar o'lisha, Xitoy cho'shqa, cho'ngmi, kichikmi mashina deyishdi. Bo'pti, tamoman bo'ldi. Hammamiz tushunishga bo'ladi bizniki shu biz qilgan zulmlarniki ta'sirini shunchalik darajada bo'lib ketdik. Bir cho'ng bir odamniki bir Uyg'urniki deylik, bo'pti, o'zimizniki bir qarindoshi. Mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli Xitoy bo'lsin, mayli boshqa millat bo'lsin, qandaqli bir millat bo'lsin, bir odam opisi o'lib ketsa, Makaplarim namanglar, opisi o'lib ketsa qanchalik og'ir keladiganligini sizlar bilasizlar. Biz o'zimizniki Uyg'ur jamiyatining ichidagi misolni olaylik. Bir cho'ng, bir g'ayratlik bir odammi shunchalik darajada bir opisi o'lib ketsa, albatta shunchalik darajada og'ir keladi-da. U odamniki atrofida og'illari o'sha beshida tang turishib berdi, tang berib ko'mishib berdi, oxiratlik ishlarni joy-joyida yaxshi nim qilib berdi. Bir odamni ashuni bir kichik bola deb o'ylab boqaylik. Bir kichik bolaniki opsila emas, opsi, otasi tanglam o'lib ketsa, uning qashida voy balam yig'lama deydigan bir kim bo'lmasa, ashunga tutgan pulsiyanglarni shu chog'da men shunday qilib bunda Xitoyga o'xshab qolmayli deb turib bir video ishlagan chog'da menga shunday haqorat qilganlaringlar hozirmi bor to'rlardan chiqib Facebookga chiqib Facebookda mening ismimni kirgizib boqsanglar ba'zi shu tillagan gaplar bor. Miradil Ҳасан chiqdi hozir hammalar shunday tilab ketdinglar. Onunki uchirgan shu ataklarni hamdan bakrak men tushundim, bildim deb tushundim, hozir shunlashqa mayaga chiqib so'zlayapman. Yo'qolib ketdi hozir 2 kun bo'ldi. Dastlabda
men bilan paranglashgan chog'da men bir shunday qo'pollik qildim. Ism jismim yo'q, andaq-mundaq degandek gap bilan men qo'pollik qildim. Shuning bilan yo'qolib ketib bilan o'limdan qo'rqmaydigan, o'lim xavfi tursinmi chiqib so'zlab u videolarini aslidan so'zlamoqchi. Men u planini bilatdim, lekin Xitoyda ekanligini bilmaydim. Shuning bilan videolari chiqqanda men bu 3 kun 4 kungacha faqat aloqa qilamdim. Shundoq beorom bo'lib ketdim-da, chunki nima desa, men boyaga binodan sakrab olgan qizninki naq maydonda turayotgan odamlarniki birsiman. Men shunga o'xshash uni u yerda undaq ishtiradigan o'xshash undaq qilishni xohlamadim. Yilqi Chunchushi degan u yana bir Guminjijo deb o'zini muxbir deb Wuhanga berib virusning ahvolini, doktorxonalarning ahvolini ayni tushuntirgan. U o'tirg'i chiqqan chog'dimi? U hatta yo'qolib ketgan chog'dimi? Onunki videolarini taqtishib nima deyishimni bilamadim. Biz qachon Uyg'urlar qachondan beri bunchalik darajada bir-birimizga mehr-muhabbatsiz, gumonxo'r, kim bo'lsa shu Xitoyning odami, Xitoyga ishlaydigan josus, ashundoq deydigan bo'lib ketganmiz. Menim deydiganlar bormi? Men mishada otishakdek shu butun shu Turkiyaniki materiallarni ratlashda, ashlarni hammasiga ratlashib qolganinkini o'zi men ta hozirgacha 6 yilgacha Kanadada birsiniki status yo'q ekanligini ko'mdim. Bizningki hozir bu guruhimiz bexatar emas deb meni josusga chiqarayotgan. Shularni o'ylasam, hech nimdan yo'q. Nimishki josus deymiz? Nimishki bir-birimizga ishonmaymiz? Endi ishonch to'g'riliq so'zlagan chog'da masalan bir oilani hisob qilaylik. Oiladagi ikki odam bir-birisiga ishonmas bo'lsa, u oilaga dast ketadi. Bir Uyg'urning cho'ng bir butun oila deb o'ylab boqaylik. Biz bir-birimizga ishonmayapmiz mushtaqda. Kimnilar bo'lsa josus deyapmiz, bir-birimizni tillayapmiz, bir-birimizga ishonmaslik ig'ir. Uyg'ur cho'ng oilasiga dast ketdi. Buni qutqizib qilish uchun qanday qilish kerak? Bir-birimizga ishonishimiz kerak, bir-birimizga yor yo'lakda bo'lishimiz kerak, bir-birimizga mehr-muhabbatlik qarashimiz kerak. Ishonchdan boshlaylik avval. Bu Miradilga ishonmagidek darajada bo'pti, uni keyin cho'qim Xitoyniki o'yini deydigan o'ylab yiqildi. Hozircha uni hech qanday bir Xitoyniki o'yini o'ynagidek darajada bu eshitimiz yo'q bu yerda. So'zlagan har bir yig'iz gapini rost deb o'ylanglar. Rost emas, yolg'on bo'lsa-mu keyin yolg'onga chiqqan chog'da uni rosa tillasak bo'ladi-ku. Masalan, doktor Olsi chiqdi, vatanimizga bordi. Shu Xitoy o'rlashtirgan shu re-education center deb o maktablarning ichiga kirib, shadiki Uyg'urlar bilan so'zlashdi, chiqib, men concentration campni ko'rdim deb yurib so'zladi. Biz shuningki degan gaplarni hammasini ko'rib, to'rlarda ammiyada taqatdiq, rahmatlarimizni bildirdik, do'ppi kiygizdik, to'n kiygizdik. Hamma gapiga ishondik, qo'lladik. Oxir qo'yib qanday bo'ldi? Uyg'urlar, da'vogarlar Amerikaniki pul setib olgan mundaq cho'chqiga sheydigan xristianlar mundaq degan gaplarni qildi. Degan chog'da anadan ha Xitoy taraf turibmi gap qilyotibdi buni deb ئارىمىزنىڭ ichidagi chiqqan quzlarni tillab boqdi. Xitoyga o'xshaydi, Xitoy chiroy deb. Arslanni tillab boqdi. Vahabiy looking, saqlab vahabiy o'xshaydigan deb. Uyg'urlarni xristian degarsizlar sho'shqa go'shi yeyib, vatanlar kasanlar Xitoylar sizlarni hech nima qilmaydi degandek gaplarni qildi. Anandan keyin bildik uningki qanaqligini. Miradil bu dastlabdan hamma gapni rost qildi. Uyg'urning vaziyatiga ziyonli hech qanday bir gap yo'q bu yerda. Xitoyga ishlaydigan bir o'yin o'ynaydigan hech qanday belgi yo'q turiblam. Biz uni inkor qilyapmiz hozir. Videosi chiqib 5-kuni yo'q. Yilqi Chunchushi Guminjijo deb o'zini atagan shu kishi o'zi hozir kompartiya menga tahdid savatidi. Men qo'rqib qolmayman. Shundaq bo'lsa-mu har ehtimolga qarshi deb o'ziniki Twitter akkauntini chat eldagi bir do'st havola qo'yib o'zi yo'qolib ketdi hozir. Endi bu Miradil Hasanmu buniki aloqalashgan odamlari hozir men biladiganim faqat Shodaman. YouTube kanalda Uyg'urman deydigan YouTube'da
şu kanal açıp hazır şu doğruluk sizler oturdu. Şunun bilen alakalaşkan, menin bilen alakalaşkan, Arslan bilen alakalaştım mı yok mu bilmeymen. Şu programda live işleyimizde başlak degendi. Şundan başlap yok. Onunki alakalaşkan adamları çekliklan. Hazır bizniki mesuliyetimiz şu biz bilen alakalaşkan vatanning içidekin çıkan qeyrindeşimiz Xitay өлкىلىرىدە şundaq жүрüp özününki hayatı xavf içinde qaldı deb manamda yo'qab ketgan chaqda biz jimmi turasaq bo'lmaydi. Şadımanninki qilayotgan ishlari humanitarian work desak bo'ldi. İnsoniylikqa. Shunlashqa YouTube kanallarini qo'llayli hamda bu özümüzün aramızdan çıkan bir qahramonimizningki ovozini yana dunyoga davomli anlatayli. Uyghur fəaliyyətçilərimiz şu doğruluq kampaniyalarını başlataylı. Biz parvo qilsak, biz özümüzdeki ko'ngil bildiganligimizni tor dunyosida bildirib tursak, besim qilsak, onunki hayot qilishi, hayot yurishiga foydasi bor. Men shunmanki cho'qim shu degan chijim bir yerda bor cho'qim. Hozirmi hayot Xitoyning qaysi turmalarida qanday kintang. Endi bu Uyg'urcha biz hech qaysimiz karimiz bo'lmasak, hech qaysimiz bu o'zimizningki qahramonimiz uchun ovoz chiqarmasak, o'lamdu, qilib qolamdu. Şunlashqa deydiğim barliq Uyg'urlar o'zaro bir-birimizga ishonayli. Qachonki ashuniki xoinlik bir isbotlari chiqqan qadar onunki degan gaplarga hammasiga ishonayli. Agar sen bunga gap qilsang, men hammasiga ishonman, nima desang shunga ishonman. Meni yaxshi ko'rman degan bo'lsang, unga ishondim, ishonaman. Toki o'zingni yaxshi ko'rmaydiganligini isbotlagan darajaga qadar. Bir oila mashundaq ikki odamniki o'tirsida ishonch bo'lmasa, u oilaga dast ketadi. Cho'ng bir Uyg'ur oilasidami bir-biriga ishonch bo'lmasa, dast ketadi. Şunun bilan hozir qolimizdagi boshqa ishimiz yo'q deb qolamiz. Ishonch qilayli bir-birimizga. Kutadigan umidim shu. Hammamiz duo qilayli. Sog' salomat bo'lsin. Mayli nadil bo'lsa, qayalarda qanaqlar yuradi degan tang hozir qanaqlar qiladi degan tang odam o'ylasin bearam bo'ldi. Agar siz hozirmi shunday gumonxo'rlik bilan qilayotgan bo'lsangiz, siz intayin vahshiylashib ketibsiz. İnsanlığınızın gumon qilsangiz bo'ladigan yeri kelibdi. O'zingizning qanchalik vahshiy ekanligini uqmayapsiz hozir. Men ilgari bir kino ko'rgan. U kino ismi Shulang, qor bo'risi deydigan bir kino. U shunday bir yovvoyi vahshiy hayvon. O'sha zimiston qishda yemaklik izlaydi, izlab ocharchilik qilgan chog'da shundoq vahshiylashib ketadi-da, vahshiyligidan eng oxirida o'ziniki bolasini yeb etadi. O'ziniki bolasini yeb etadi shunchalik yashlik. Yeb bo'lib, ananki jimit turdi, qo'sqini to'xlab bo'lib. Biz hozir Uyg'urlar shundoq ocharchilikda qoldik, bir vatanga ocharchilikda qoldik. Bir davlatniki pasportini olish uchun, vatandoshlik olish uchun shunchalik shundoq nima qoldik hozir. Shundoq vatanniki Aşı bir vatanga ehtiyoj qilib shunchalik shu ochliqningki dardida hozir o'zimizninki qiyindishimizni yavetgidek ashuniki o'limiga beparvo qilmoqdek darajada shundoq parvosiz, shundoq gumonxo'rlik qilish, shundoq shunchalik darajada vahshiylashib ketdik hozir. Balkim yana meni bir narsa o'ylab faqat Özünler oylap beqinglar, tafakkur qilinglar. Bir siyoni Xitoyga ishlaydi ekan, voy cho'qim xoin, voy u cho'qim ishlaydi ekan desizlar, ha, shunaqa o'xshaydi demay. Gaplarni anglagandan keyin o'zingiz oylab beqing. Navodi kerak shundoq bo'lgan taqdirda nima bo'pti, vaqt kelgan chog'da rosa shundoq Xitoyning odamiy jasus chiqsa, undan keyin shu chog'da tilsang bo'ladi, undan keyin gaplarni qarshi bildirsang bo'ladi. Hozir degan gaplarning hammasi rostga nimishga ishonmaymiz. Nimişki özümüz onu ölümge iştirdik yoki bo'lsa, biz ishtirmadik desakmi, ashniki bir odam o'laman deb o'tirg'i chiqqan chog'da unga beparvo qaradik. Buningki hozirgi bizniki bir yo'lda ketib berib bir odam o'zini o'ldirib olmoqchi bo'lgan chog'da o'lsang o'lmamsa deb ketaverganimizdan nima farqimiz bor? Biz bir o'limga biz hammamiz hozir we all get involved with this. Men gaplarni shundoq udul tuzlam qilib ko'pchilikninki dilini ranjitgan yerlarim bor. Bu qatim shundoq so'zladim. Oldin qatim Xitoyga o'xshash bo'lib qolmayli.
Xitaylardagi vahşiylashib ketib bormiz degan. Endi hozir sizlarni böğrüge o'xshatdim shundoq oshiq qolgan bir böğrüge. Vatansizlikninki dardida, bir yaniki vatandoshligini evilishninki dardida, o'zimizninki yaqin qarindishimizniki Uyg'ur chiqqan Uyg'ur qarindishimizniki hayoti bilan mamoti bilan korimiz yo'q. To'xtamay vatandoshliklarnikiga necha yuzlab inkoslarni yozib, onu degan taqitishib, ashundoq qilib ketimiz shu ocharchilikniki debdi, shu chilböriniki vahshiylikidek darajada. Vayada bir o'zimizniki qarindishimiz boyada yo'qolib ketsin-u. Vallahi bekçik so'zlab ketdim. Gaplarimni bir boshdan oxir anglab biqib, bir o'zinglar tafakkur qilib baqsanglar demoqchi. Meniki hozir o'ylaydiganim nima desa, bir uchur kelgan deyman shu. Bor ekanligini bilsaklam bo'ldi. Hayot yursin bo'ldi. Hayot qolsin. Bir odamniki jini, bir odamniki hayotiga undaq beparvo qilsak bo'lmaydi. Oningki deganlarini nima maqsading bor degancha odam deydi-ku. Uyg'urniki ovozini dunyoga tonutish, videolarimni ambaharlanlar dedi. Ovozi bulayli. Vatanning sirtidagilar necha vaqtdan beri vatanning ovozi bo'lmiz deb to'xtamay shundoq aktivizmlarni qilib yurdik. Endi vatandan bir chiqqan chog'da uningki ovozi bo'lmay aksicha dal uningki shunga o'ylaydiganim Facebooklarda vatansizlik bilan qilib qolmay, hayotlik bilan qolayli azroq bo'lsin. Ham baharlayli, Uyg'urlarning ovozini anglatayli, bir qahramon qilib tunutayli, o'zimizniki aktivistlardan boshlayli, barliq Uyg'urlar chiqib qahramonimiz to'g'riliq gap qilayli. Medialarda so'zlayli, o'zimizniki medialarda chiqsin xabarlar, biz o'zimizniki medialarda chiqsak, qaynatsak, bizning o'zimizning ichidagi bu ishlarni anondan keyin boshqa allar, boshqa medialar, xalqaro medialar, Uyg'urlarning ichida mundaq birisi chiqibdi deb, shu eyliqi Xi Jinpingning chiroyiga qarshi yochashgan eyliqi qizni to'nigandek xalq orasiga cho'kib, xalqninki birinchi sepida men cho'qim shu haqiqiy ahvolni o'tirib ma'lum qilishim kerak degan shu ko'ngilchicha chinchushiga o'xshash tonutayli. O'zimizdagi medialarda xabarlar chiqsin. Bizniki nurg'un media xabarlarimiz bor. Qani Uyg'ur Times, Erkin Osiyo radiosi, Istiqlol xabarlari, Dunyo Uyg'ur qurultiyi xabarlari hamiyada chiqsin, o'zaro bir narsa deyishayli. Agar Mıradil o'zi ko'rayotgan bo'lsa-mu navada cho'qim biz bilan aloqalashsin, o'zi ishindigan cho'qim mayli Shodaman bo'lamdi Uyg'urman YouTube kanalidagi. Faoliyatchilarimiz bo'lamdi. Kompaniyani boshlaylik, so'zlaylik. Just so'zlaylik. Bundaq vahşiylashib ketmayli. Ocharchilikniki, vatansizlikniki dardida bunchalik vahshiylashib ketmayli. Men shunchalik so'zlay. Bir ish bo'lsa, xabar bo'lsa, yana Facebookda, Twitterda, YouTube'da update qilib xabarlarni beraylik. Bir qahramonimiz ekan deb tunaylik, tunishimizni o'zgartiraylik. O'zaro ishinaylik. O'zaro mehr-muhabbatlik bo'laylik. Bir-birimizningki hayotiga ko'ngil bo'laylik. Deydiganlarim tugadi, ko'pchilikka rahmat, amon bo'linglar, duo qilinglar.